odamda ong bo'lsa shunchalik bo'ladi. Ya'ni spokойно o'zini bosib olgan. Xullas kalom Istanbulda mana shu ko'cha bor. Bitta, ya'ni односторонний yo'l va bir tomon, ikki tomonlamali yo'l. Bu yerda mashina buzilib qolgan. Bu yerda mana hozir u yoqqa chiqib ketish, bu yoqqa tushib kelish. Ko'ryapsizlar, mana ikkita mashina to'xtab olgan bu yerda. Lekin chiqib ketish bitta, mana bu yog'i to'xtab turadi, mashinalar keyin o'tib oladi. Shu holatda ham odamlar signal chalmaydi. Mana shu yerda bitta mashina buzilib qolgan bo'lsa, spokойно, indamasdan o'tib ketadi. Ya'ni odamda farosat, fahm bo'lsa shunchalik bo'ladi. Bir-biriga ortiqcha signali yo'q, ortiqcha basharasiga qaramaydi, bilmay siqib yuborgan taqdirda ham yoki pavorotning yoqmasdan burilgan taqdirda ham spokойно basharasiga qaramaydi, shopirga qaramaydi. Minnatdorchilik ma'nosida pap dedirib qo'yadi ba'zi bir holatlarda. Bu menimcha normal holat bo'lish kerak. Xuddi shunaqa holatlar. Haligi paqir, chaqir, papap qilib o'zchalik so'z isboti bilan yo endi bu yerda juda haligi probka bo'lib ketganligi uchun bo'lyapti. Mana yerdan bundan o'tib olyapti. Ko'ryapsizlar, bu yerda mashina to'xtab turibdi. O'tib olyapti. Bu zo'r degani. Salomat bo'linglar. Yo'q emas, bu yerda ham bor shunaqa odamlar, lekin aksar holatlarda Istanbulda yurgan odamlar o'zi biladi, haydovchilik madaniyatida spokойnolik bor. Bu yerda ko'proq bizga nisbatan, bizning qonunimiz qaynoqmi,